Mana bu dudlangani. Sho'rroq bo'ladi. Kopchonlik qilingani. Xuddi shuni kopchonlikni qalampirlisi. Ichi sariq, usti qizil bo'ladi. Mana bunisi xuddi shuni murchlisi. Usti murch bo'ladi, ichi sariq bo'ladi. Cho'g'i 3 xil. Asosiy ichi bir xil. Keyin mana bu bor. Tuzda saqlangani. 60 kun davomida tuzda saqlangan. Tuzga ko'mib qo'yilgan. Shuni achchig'i, usti qalampirlisi bo'ladi. Priprava bo'ladi usti qalampirli, ziravorlar achchiq bo'ladi. Tuzda saqlangandan keyin olib turib kopchonlik qilingani bor. Oldin 60 kun tuzda saqlanib, keyin olib kopchonlik qilamiz. Kopchit qilamiz. Bu ham shu 3 xil asos. O'zi qizili kopchonlik qilingan. Mana bu yerda undan ham zo'rlari bor. Chesnochli. Chesnoylar bilan terilgan, ziravorlar bilan terilgan. 2 oy davomida chiqarlangan. Shirini. Oldin parda pishirib, keyin shirin priprava qilingan. Bu qolganlarida farqi shirin bo'ladi. Mana bunisi bor. Bunisi suvda qaynab turib, ziravor qilib keyin dudlangan. Bunday holatda osilib turadi mana. Qancha bo'lsa shuncha davomida osilib turishi mumkin. Shu. Hozircha mana shu 9 xili bor. 9 xil. 3 9 xil bor. Yana yangilar bo'lib qolar xudo xolasa.